Essential 4000 words. İkinci kitobining ikkinchi uniti. Bring keltirmoq, olib kelmoq. Oscar will bring in all the boxes. Oscar hamma qutilarni, korobkalarni ichkariga olib kiradi deyapti. Bring degani bring in ichkariga olib kirish. Bu gap future simple da, ya'ni kelasi oddiy zamonda ishlatilgan will dan bilamiz. Will bring olib keladi. Castle qasr. The castle was built many years ago. Qasr ko'p yillar oldin qurilgan deyapti. Bu yerda gapda passive voice ishlatilyapti, ya'ni qurilgan degan ma'noda ishlatiladi. Passive voice formulasi subject plus to be bo'ladi va verbning uchinchi shakli bo'ladi. Bu birinchi shakli d bo'lishi kerak edi, lekin bu uchinchi shakli bo'yicha t ishlatilgan. Many degani ko'p, ago oldin. Command buyruq bermoq, buyurmoq. The general commanded his army to attack. General o'zining armiyasiga hujum qilishni buyurdi deyapti. Commanded bu to'g'ri fe'l bo'lganligi uchun bu gap o'tgan oddiy zamonda, ya'ni past simple ed qo'shilgan. To attack degani ya'ni hujum qilish. Counsel maslahat bermoq. The teacher counseled the girl about her troubles. O'qituvchi qizga maslahat berdi uning muammolari haqida. Troubles degani muammo, qiyinchiliklar, about haqida. Bu yerda ham counsel to'g'ri fe'l bo'lganligi uchun o'tgan zamonda counseled bo'lib ishlatilgan. Yo'l degani qiz. Ensure ta'minlamoq. Eating good food ensure that we stay healthy. Yaxshi ovqat yeyish bizni sog'lom bo'lishimizni ta'minlaydi deyapti. Bu sentence present simple da ishlatilgan, shuning uchun ensure deb s qo'yilgan. Stay degani qolmoq, healthy sog'lom. Explosion portlash. A nuclear explosion can cause great damage. Ya'ni yadroviy portlash katta zararga sabab bo'lishi mumkin deyapti. Cause fe'li bu yerda sabab bo'lmoq, great degani juda katta, damage bu zarar. Bu yerda can modal fe'li ishlatilgan, can ya'ni mumkin ma'nosida, possibility ya'ni katta damage ga sabab bo'lishi mumkin deyapti. Jewelry taqinchoqlarga nisbatan aytiladi. Jewelry. The woman looked beautiful with her nice dress and jewelry. Bu ayol kishi o'zini taqinchoqlari va yaxshi chiroyli ko'ylagi bilan juda chiroyli ko'rindi deyapti. Look degani ko'rmoq, o'tgan zamonda looked bo'ladi. Nice ajoyib, nice dress ajoyib ko'ylak. Land bu qo'nmoq, bu fe'l, qo'nmoq ya'ni uchuvchi narsalarga nisbatan yerga qo'nish jarayonini land dedi. The parachutist landed safely on the ground. Ya'ni parashutchi yerga xavfsiz qo'ndi deyapti. Landed bu ham past simple da ishlatilgan. Safe degani xavfsiz, safely degani xavfsizlik bilan, ya'ni bu adverb of manner, ish harakatni qanday qilib bajarilganligini ifodalab turibdi. On the ground degani yerga, ground bu yer. Meteorite. We saw a meteor in the sky last night. O'tgan tunda osmonda biz meteorit ko'rdik deyapti. Saw bu see fe'lining o'tgan zamon shakli. Bu noto'g'ri fe'l bo'lganligi uchun see, saw, seen bo'ladi. Monster maxluq, monster. The monster scared everyone in the village. Monster qishloqdagi hammani qo'rqitdi deyapti. Scare degani qo'rqitmoq. Bu noto'g'ri fe'l bo'lganligi uchun o'tgan zamonda scared ed qo'shilgan. Everyone degani har bir shaxs, ya'ni qishloqdagi hammani qo'rqitdi. Village degani qishloq. Northern shimoliy. It is much colder in northern countries than it's here. Shimoliy davlatlarda bu yerdagidan ko'ra ancha sovuqroq deyapti. Cold degani sovuq, colder air qo'shilsa rock degan ma'noni bildiradi. Countries degani mamlakatlar, than degani dan ko'ra, than it's here. Here degani bu yerdan ko'ra deyapti. Bu to be sifat bo'lganligi uchun to be bilan ishlatilgan. It is much colder. Remote olis, uzoq degan ma'noni bildiradi. It took many days to get to the remote islands. Uzoq orolga yetib olish bir necha juda ko'p kunlarni oldi, ya'ni juda ko'p kun sarfladi, ketdi deyapti.
Took bu yerda take fe'lini o'tgan zamon shakli. Take noto'g'ri fe'l bo'lganligi uchun take, took, taken past simple'da took bo'lib ishlatiladi. Ya'ni juda ko'p kullanadi. Get to degani yetib borish, qayergadir yetib borganda get to ishlatamiz. Masalan, I need to get to home on time. Uyga vaqtida yetib borishim kerak. Southern janubiy. Daegu is located in the southern part of the Korean peninsula. Daegu degan bu adashmasam bir viloyat yoki shahar Koreya yarim orolining janubiy qismida joylashgan deyapti. Is located degani joylashgan nimadir bu joy is located. Peninsula degani bu yarim orol. Koreya peninsulasi yarim orolining janubiy qismida joylashgan. Statue bu haykal degani I saw a beautiful statue of a lion today. Bugun sherning juda chiroyli haykalini ko'rdim deyapti. Steam bu buxor. We could see the steam rise from the boiling water. Biz qaynab turgan suvdan ko'tarilgan bug'ni ko'rib bildik deyapti. Could bu modal fe'li, canni o'tgan zamon shakli hisoblanadi, ya'ni ko'ra olmoq, qila olmoq. See degani ko'rmoq bu yerda. From degani dan. Boiling water ya'ni qaynayotgan suv. Submit bu fe'l, bo'ysunmoq yoki aytganini qilmoq. She submitted to her mother's wishes and did her homework. U onasining xohishlariga bo'ysundi va uyga vazifasini qildi deyapti. Homework degani uyga vazifa. Uyga vazifani qilish do bilan ishlatiladi. Do noto'g'ri fe'l bo'lganligi uchun o'tgan zamonda did bo'ladi. Do, did, done. Bu o'tgan zamon past simple'da ishlatilganligi uchun did her homework deyapti. O'tgan zamonda wishes degani orzulari. Submitted bu ham bari past simple'da bo'lganligi uchun ed qo'shilgan. Temple ibodatxona. The people visited the temple to pray. Odamlar ibodatxonaga tashrif buyurdi. Ibodat qilish uchun pray degani ibodat qilmoq yoki namoz o'qimoq degani. Bu visit to'g'ri fe'l bo'lganligi uchun o'tgan zamonda visited deb ishlatilgan. Upper yuqoriga, ustki degani. A home's attic is at the upper part of the structure. Uyni attic degani mansardasi, ya'ni mana tomni, ya'ni shifrni ostidagi xona aytiladi. Attic structure ya'ni binoning eng ustki qismida deyapti. Wheat begona, oat. The yard of the house was full of ugly wheat. Uyning nimasi, dalasi, ya'ni polizi yoqimsiz, ko'rimsiz o'tlar bilan to'la edi deyapti. Full of ugly degani yoqimsiz, ko'rimsiz. Wing qanot. The bird used its wing to fly across the water. Qushni suvni kechib o'tish uchun o'zini qanotlaridan foydalandi, qanotlarini ishlatdi deb use degani ishlatmoq, o'tgan zamonda used deb ishlatiladi. To fly degani uchish uchun, ya'ni to fly uchmoq ma'nosini bildiradi. Endi shu yuqoridagi so'zda qatnashgan tekstni ko'rib chiqamiz. Shu tekstlarning ishlatilishiga shu so'zlarni tekstda ishlatilishiga e'tibor beramiz. Endi bu yerda tekstni ko'rish jarayonida ham o'qib, hamda boshqa yangi so'zlarni ham o'zbekchasini aytib o'tib ketaman. Keyin har bitta gapni qaysi zamon ekanligini ham tushuntirib o'taman. Bu dragon haqida, ya'ni ajdaho haqida. The dragon. An evil dragon lived in a castle in the remote southern mountains. Yavuz ajdaho janubiy tog'larning, uzoq janubiy tog'lardagi castle'da yashar edi deyapti. Lived yashagan. One day the monster landed in a town. Bir kuni bu monster shaharga qo'nibdi, ya'ni shaharga kelibdi. The dragon commanded the people. Dragon odamlarga buyruq beribdi, buyruq beribdi. Give me food now or I will eat you. Menga bu buyruq bergan, bu endi imperativ, ya'ni buyruq bergan payti fe'lni birinchi ishlatamiz har doim. Give me food now. Menga hozir ovqat ber
yoki aks holda men sizlarni yeyman debdi. I will eat. Bu future simple. Like I will eat you. Eat degani yemoq. The dragon lifted its wings so that its lungs could be completely filled with hot steam. Dragon qanotlarini ko'taribdi, o'pkalarini to'liq issiq bug' bilan to'ldirish uchun. Filled degani to'ldirgan o'tgan zamonda, ya'ni hot steam issiq bug' bilan to'ldirish uchun ko'taribdi. And breathed it upon the people va odamlar ustiga anu qilibdi, ya'ni sachibdi, ya'ni puflagan. Breathe degani flash, nafas olmoqda. Odamlar ustiga, upon degani ustiga. Bu yerda so that degani uchun degan ma'noni bildiradi. Uchun. Could be completely degani to'laligicha degani. Completely, could be completely filled, ya'ni o'pkasi to'laligicha hot steam bilan to'ldirgan. A man turned into a stone statue. Ya'ni shu yerdagi bir kishi tosh haykalga aylanibdi. Turn into degani ga aylanish, nimagadir aylanish. Stone degani tosh. The people submitted and brought food. Odamlar bo'ysundi va ovqat olib keldi. Brought bu bring fe'lini o'tgan zamon shakli. O'tgan zamonda bo'lganligi uchun ko'pchilik gaplar bu tekstda past simple'da ishlatiladi. The dragon ate all of it and left. Bu dragon o'sha bergan ovqatni hammasini, all of it, hammasini yebdi va jo'nab ketibdi. Bu left, leave fe'lini o'tgan zamon shakli. Leave. Bu o'tgan zamonda left bo'ladi, jo'nab ketibdi. Bu ate esa eat, ya'ni yemoq fe'lini ikkinchi shakli, noto'g'ri fe'l bo'lganligi uchun eat ikkinchi shakli, ate uchinchi shakli, eaten bo'ladi. The people sent a boy to ask for help from a wise old man. Odamlar bir bolani jo'natibdi, bir yoshi katta qari dono odam oldiga. Ya'ni ulardan yordam so'rash uchun, ask for help from, ya'ni undan yordam so'rash uchun yuboribdi. Send degani jo'natmoq. Bu o'zi birinchi shaklida d bo'ladi, oxirida send bo'ladi. Bu o'tgan zamon shakli t bilan ishlatiladi. To ask degani so'rash uchun. Wise degani dono. He resided in a temple. U temple'da, ya'ni ibodatxonada yashardi deyapti. Reside yashamoq ed qo'shilgan o'tgan zamon shakli bo'lganligi uchun. The boy told the old man about the dragon. Bola bu qari insonga dragon haqida aytibdi. Told bu tell fe'lini o'tgan zamon shakli. Tell ya'ni aytmoq, o'tgan zamonda told bo'ladi, noto'g'ri fe'l bo'lganligi uchun. Then the old man consoled the boy. Keyin bu qariya bolaga maslahat beribdi. Consult o'tgan zamonda maslahat beribdi. A meteor will fall in the northern sky. Shimoliy qismiga, osmonning shimoliy qismiga meteorit tushadi deyapti. Fall in degani fall tushmoq. Will fall. Bu yana future simple'da ishlatilgan. It will make a huge explosion. Bu katta portlash hosil qiladi deyapti. Huge degani katta, ulkan, make degani hosil qilmoq. Find the meteor and bring it to me. Ya'ni meteoritni top va menga olib kel deyapti. Find degani topmoq, ya'ni yana buyruq beryapti. Find the meteor, meteoritni top va menga olib kel. Bring it, buni menga olib kel deyapti. I will use it to make a sword for you. Men bundan foydalanaman sen uchun qilich yasashga. Make degani yasamoq. Make a sword, qilich yasash. Sword degani qilich. For you, ya'ni sen uchun. Use degani foydalanmoq. The boy did as the old man said. Bola men bu qariya aytgandek qilibdi. Soon the sword was ready. Tez orada qilich tayyor edi deyapti. Ready degani tayyor. Bu sifat bo'lganligi uchun to be bilan ishlatilgan. Use this to kill the dragon. Buni yana buyruq beryapti. Foydalan bundan dragonni o'ldirish uchun. To kill, o'ldirish uchun foydalan. But be careful, lekin ehtiyotkor bo'l, ya'ni ehtiyot bo'l deyapti. Be careful, ehtiyot bo'l. You must cover yourself with weeds that smell bad. Sen o'zingni ya'ni yomon hid chiqaradigan o'tlar bilan o'rashing kerak, yopishing kerak deyapti.
Must degani bu modal fe'li shart degan ma'noni bildiradi. Cover o'ramoq, qoplash yourself o'zingni. Ya'ni with that smell bad. Ya'ni grammatika o'rganib o'rgangan bo'lsa bo'ladi. Relative clause mavzusi bu yerda. That bu yerda mana shu qismi relative clause. That smell bad. Ya'ni yomon hid taratadigan degan ma'noni ishlatilyapti. That will ensure that he doesn't smell you. Bu shuni ta'minlaydiki, u seni hidlamaydi deyapti. Will ensure ya'ni future simple'da ishlatilgan. Doesn't smell you. Ya'ni bu yerda yana ma'sa present simple'da ishlatilgan. E'tibor beradigan bo'lsangiz, he does not smell. Ya'ni u hidlamaydi. U hidlaydi bo'lsa he smell. U hidlamaydi inkor shaklida he doesn't smell bilan ishlatiladi. And the man said, o'sha erkak aytibdi. The boy traveled for many days to find the castle. Bu bola juda ko'p kunlar davomida yuribdi. Nima qilish uchun? O'sha qasrni topish uchun. To find. Mana shu yerda yana bir grammatika. To find bu to infinitive ishlatilgan, ya'ni purpose ma'nosida topish uchun degan ma'noni bildiradi. He went to the upper level and opened a door. U yuqoriga level, ya'ni yuqoriga etajga chiqqan. Went to degani borish. Bu go ni o'tgan zamon shakli. Go, went, gone bo'ladi. Noto'g'ri fe'l bo'lganligi uchun. Va eshikni ochibdi. Open ochmoq o'tgan zamonda opened bo'ladi. He could see the dragon's tail. U dragonni dumini ko'ribdi. Ya'ni bu kanni o'tgan zamon shakli ko'ra olibdi. Bu yerda apostrophe s ning ma'nosini bildiradi. Ya'ni dragonning dumini ko'ribdi. It was sleeping. Bu uxlayotgan edi. Bu yerda past continuous ishlatilgan, ya'ni o'tgan davomiy zamon. Bu o'tgan zamonda ma'lum bir vaqtda davom etayotgan ish harakatini bildiradi. Formulasi subject, was, were va verb ing bo'ladi. It was sleeping. Bu uxlayotgan edi. So the boy killed it. Shuning uchun, so degani shuning uchun bola uni o'ldiribdi. Kill it past simple'da ed qo'shiladi. Then undan keyin he took the dragon's gold and jewelry. Undan keyin took the dragonning oltinini, ya'ni oltinlarini, ya'ni dragonning oltinlarini va taqinchoqlarini olibdi. Took take'ni o'tgan zamon shakli. Returned to his town va qaytib kelibdi o'zining shaharchasiga. Return qaytib kelmoq, to'g'ri fe'l bo'lganligi uchun returned bo'ladi o'tgan zamonda. The people were happy. Odamlar juda xursand edi. Bu to be fe'lini o'tgan zamon shakli. Odamlar juda baxtli edi.